Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta hammom montaji tugadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Aristonimiz ishlayapti. Rakvinalarimiz mana chiroylisini qo'yganmiz. Endi chashaganimiz. Chashaganda chuquridan va sayozidan olib chuqurga yo'naltib ko'rdik. Mana tahoratga bunisi mana bahaybati dushovoy dushki. Hadi peshaqlarimiz işte. Keyin mana bu narsa bundan qo'ydik. Uzun dedim, uzundan qo'ydik. Aristonimiz mabodo kuyib netib qolsa, mana shu avtomatik tashlaydi. Sezgirlik o'ta sezgirlagan. Shuning uchun shundan moslab qo'yib qo'ydik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqib olasizlar.